Bizni ham ko'rasizlar, qaynanam bilan qo'ygan edik, chunki qaynanam ham shu mahsulotlardan ichib zo'r ozib oldim deb aytgan edilar. Bu yoqda IQ booster bor. Buchi shunaqa zo'r narsa, ani miyalarni ishlatib tashlaydigan narsa. Kechki payt iftordan keyin masalan tavsiya qilaman. Buni ham bitta chashkaga solib ichib olasizlar, uje miyani shunaqa ishlatadi. Kimdir kechki payt dars qilmoqchi bo'lsa, farzandinglar dars qilish kerak bo'lsa yoki o'zingizlarning qanaqadir dissertatsiyalar bormi, diplom ishinglar bormi, mana shunaqa ishlaydigan yoki bitta kitobni ochib o'qimoqchisiz, albatta mana shunday ichib oling. Haqiqatdan zehningizni boshqacha rivojlantiradigan narsa. Assalomu alaykum qizlar, ofisdaman. Men zakazlarni tayyorlab qo'ydim, chiqarib yuboraman hozir. Telefonlaringizga qarab turinglar. Men asab uchun chiqib ketyapti. Yosh katta onaxonlarimizga bo'g'in og'riqlari uchun chiqib ketyapti. Bu 2 oylik yosharish kollagen naborimiz chiqib ketyapti. Bu yoqda oshqozon ichaklarini tozalash uchun va ozish uchun. Bu yoqda ham ozish naborlari chiqib ketyapti. Bu yoqda ozg'in ekan, o'zlari faqat yuzuxot oldilar. Bu yerda faqat qorni uchun gel oldilar. Shu naborlarimizni hozir bittama-bitta chiqarib beraman egalariga.